Bu videoda 2026-yil Rossiyada patent olish uchun rus tili imtihonidan sizga beriladigan test savollarining to'g'ri javoblarini bilib olishingiz mumkin. Do'stlar, ekranda ko'rib turganingiz 2026-yil 1-yanvardan o'zgarish kiritilgan yangilangan versiyasi. Do'stlar, oldin 11 ta variant edi, hozir 12 ta variant bo'ldi. 2026-yil 1-yanvardan yana bitta variant qo'shildi. Kimda kim Rossiyada patent olishga bormoqchi bo'lsa, 2026-yildan boshlab eski videolarni ko'rib, unga tayyorgarlik ko'rishlaringizni maslahat bermayman. Faqat mana shu o'zgarish kiritilgan, yangilangan, obnovleniya bo'lgan versiyasini ko'rib, shu video orqali tayyorgarlik ko'rib boringlar do'stlar. Jami 12 ta variant bo'lgan, har bitta variantda 22 tadan savol va birinchi va ikkinchi savol audio shaklida sizlarga qo'yib eshittiriladi. Hozir sizlar bilan ikkinchi variantni birgalikda ishlaymiz, to'g'ri javoblarni men sizlarga ko'rsataman. Birinchi variantni video qilib ishlab, videosini kanalga yuklaganmiz. Hozir esa ikkinchi variantni ishlaymiz. Qanunda boshladik. Извините, вы выходите на следующей остановке? Нет, я выхожу через одну остановку. Bo'ldi. Do'stlar, mana birinchi audioda eshitdik, kechirasiz, siz keyingi bekatda tushasizmi deyapti. Unga javob tariqasida yo'q, я выхожу через одну остановку. Men yana bitta bekatdan keyin tushaman deyapti. Demak, bizga savolni bergan, ani говорят, ular suhbatlashyapti, variantlarni bergan, audioda eshitdik, tushunib oldik, ular avtobusda suhbatlashyapti. Shuning uchun avtobusni belgilaymiz. Va do'stlar, mana shu birinchi audioni o'zida yana ikkinchi savolni ham yozib qo'yibdi. Он выходит, u tushadi, chiqadi. Через одну остановку shuni belgilaymiz. Chunki audioda shunday deyapti. Mana do'stlar, birinchi audiodagi ikkita savolni ishladik. Hozir ikkinchi audioni eshitamiz. Внимание! Кто потерял свой телефон в магазине «Цветы», может взять его у администратора магазина. Demak do'stlar, audioda diqqat, kimda kim o'z telefonini bizning gul do'konimizda yo'qotgan bo'lsa, uni olish uchun administratorga murojaat qilsin deyapti. Endi do'stlar, savol bergan, вы можете услышать это объявление, bunday e'lonni qayerda eshitishingiz mumkin deyapti. Variantlarni bergan. Audioda eshitdik, bizning gul do'konda deyapti. Shuning uchun do'stlar, v торговом центре shuni belgilaymiz. Va do'stlar, ikkinchi audioni ikkinchi savoliga navbat keldi. U administratora magazina можно, ya'ni administratordan взять свой потерянный telefon shuni belgilaymiz. Yo'qolgan telefonimizni administratordan so'rab olishimiz mumkin. Mana do'stlar, ikkita audioni eshitdik. Har bitta audioda ikkitadan savolni ishladik, jami 4 ta savolni ishladik. Navbat 5-savolga keldi. 5-savolda прочитайте киноафишу и выберите правильный ответ. O'qing va to'g'ri javobni belgilang deyapti. С 3 marta смотрите film о победах российских спортсменов. Demak, 3-martdan boshlab Rossiya sportchilarining g'alabasi haqida film tomosha qilishlaringiz mumkin deyapti. Va savolni bergan, новый film снят, yangi film nima haqida? Biz matnda o'qidik, bu sport, sportsmenlar haqida, shuning uchun o sport deganni tanlaymiz. 6-savol. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Меня зовут Дамир. Вчера у меня был выходной. Я со своей семьей хорошо отдохнул. Днем мы были в парке, а вечером решили поужинать дома. Demak, meni ismim Damir. Men kecha oilam bilan kunduz kuni parkda dam oldim. Kechqurun esa oilam bilan uyda ovqatlanishni reja qildik deyapti. Vчера днем Дамир и его семья были. Kecha kunduz kuni Damir va uning oilasi qayerda edi deyapti. V parki shuni belgilaymiz do'stlar. Do'stlar, men iloji boricha sizlarga sodda, oddiy qilib tushuntirishga harakat qilyapman. O'ylaymanki, hammaga tushunarli bo'lyapti. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова. 7-savolda. O'qing va tushib qoldirilgan so'zni yozing deyapti. O'qiymiz. Anvar приехал из O'zbekistona. Anvar O'zbekistondan keldi deyapti. Anvar повар, Anvar oshpaz deyapti. Выпишите нужные слова в анкету.
va anketaga kerakli so'zni yozing deyapti. Anketani o'qiymiz. Birinchi, как вас зовут? Ismingiz kim? Меня зовут Anvar deb o'zi yozib qo'yibdi. Ikkinchi, откуда вы приехали? Qayerdan keldingiz? Я приехал из, men keldim deb mana shu joyda bizlar yozishimiz kerak do'stlar. Uzbekistana, xuddi ekrandagi kabi katta harf bilan Uzbekistana. Agar qanday yozishni bilmasangiz, mana xuddi mana shu yuqorida ko'rsatilgan so'zni xuddi o'zini yozamiz. 8-savol do'stlar. В магазине мебель я купил. Mebel magazinda men sotib oldim deyapti va variantlarni bergan: xleb, bryuki, stol. Mebel magazinda non, kurtka, kiyim-kechak sotilmaydi. O'z-o'zidan tushunarli. Stol deganni belgilaymiz. To'g'ri javob shu. 9-savolda do'stlar. Мой друг работает в магазине. Mening do'stim magazinda ishlaydi. Mana shuni belgilaymiz, работает. 10-savol. Сколько тебе лет? Mana shuni belgilaymiz do'stlar. Seni yoshing nechida? 11-savol. Врач спросил меня, как вы себя чувствуете? Doktor mendan so'radi, o'zingni qanday his qilyapsan? Mana shu как deganni belgilaymiz. 12-savolda. 7 yanvarya в России празднуют. 7 yanvar Rossiyada nishonlanadi. Rojdestvo Xristovo. Shuni belgilaymiz. 13-variant. В Российской Федерации находится город. Rossiyada shunday shahar bor deb variantlarni bergan. Sofiya, Vladivostok, Berlin. Ko'pchiligimiz eshitgan bo'lsak kerak, Rossiyada Vladivostok degan shahar bor. Shuni belgilaymiz. Do'stlar, savollar unchalik qiyin emas. Oddiy, sodda qilib tushuntirishga harakat qilyapman. 14-savolda союзником СССР в годы Великой Отечественной войны было urush vaqtida, o'sha ulug' vatan urushi vaqtida SSSRning ittifoqchisi kim? Va variantlarni bergan: Yaponiya, Germaniya, biza Velika Britaniyani belgilaymiz. To'g'ri javob shu. 15-savol. Прославленный полководец Великой Отечественной войны. Demak, ulug' vatan urushi mashhur komandoni sarkardasi kim deyapti? Mana shu Zhukov deganni belgilaymiz. To'g'ri javob shu. 16-savolda Rossiya bayrog'ini ko'rsating. Mana shuni belgilaymiz. 3 ta rangdan iborat: oq, ko'k, qizil. 17-savolda. Какое право Конституция Российской Федерации гарантирует иностранному гражданину на территории Российской Федерации? Demak, Rossiya Federatsiyasi chet el fuqarolariga nimani kafolatlaydi deb variantlarni bergan. Biza пользоваться родным языком. Mana shuni belgilaymiz, ya'ni o'z ona tilida bemalol suhbatlashishlari mumkin. Bu yerda do'stlar, в какой форме, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, заключается трудовой договор? Demak, Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga ko'ra mehnat shartnomasi qanday shaklda tuziladi deyapti. Yozma ravishda. Только в письменный. Shuni belgilaymiz, birinchini. 19-savolga keldik. Вы потеряли паспорт, куда следует обратиться? Demak, siz pasportingizni yo'qotdingiz, qayerga murojaat qilasiz deyapti. Variantlarni bergan. Biza в полицию deganni belgilaymiz. В полицию и консульство своей стороны. Mana shuni belgilaymiz. 20-savol. По общему правилу срок постановки иностранного гражданина на миграционный учет составляет. Demak, umumiy qoidalarga ko'ra chet el fuqarolari o'sha Rossiyaga kirganidan keyin necha kun davomida yashash joyidan ro'yxatdan o'tishi kerak deyapti. 7 рабочих dnей. Shuni belgilaymiz. 7 kun ichida. 21-savol. Наказание за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российской Федерации устанавливает. Demak, bu yerda do'stlar, chet el fuqarolari Rossiyaga kirishda qoidabuzarlikka yo'l qo'ygan bo'lsa va variantlarni bergan, biza Kodeks Российской Федерации об административных правонарушениях, ya'ni ma'muriy huquqbuzarlik qoidasiga asoslanib shuni belgilaymiz do'stlar. 22-savolda do'stlar, bu
biroz sizlarga qiyin tuyulanishi mumkin. Men sodda qilib tushuntiraman. Иностранный гражданин, уклоняющийся от въезда из Российской Федерации по истечении срока пребывания, проживания в Российской Федерации. Demak, do'stlar, bu yerda aytayapti, chet el fuqarolari Rossiyada ishlab yurib, ularning registratsiya propiskasini muddati tugaganidan keyin Rossiyadan chiqib ketmasdan, Rossiyada qolib ishlashni yoki yashashni davom etsa, bu qoidabuzarlik hisoblanadimi va unga chora ko'riladimi deyapti. Biza verna deganni belgilaymiz. To'g'ri javob shu, verna, ha. Unga nisbatan chora ko'riladi va bu qoidabuzarlik hisoblanadi. Do'stlar, mana shu uzundan uzun bo'lgan so'zlarni yodlashga qiynalsangiz, mana shu ekranda ko'rib turganingiz prajivaniya, mana do'stlar, o'zi alohida belgilangan prajivaniya degan so'zni eslab qoling. Mana shu prajivaniya, yashash, shu so'zni ko'rishingiz bilan siz verna degan javobni belgilaysiz. Oson varianti shu. Do'stlar, hozir sizlar bilan mana ekranda ko'rib turganingiz 2026-yil 1-yanvardan o'zgarish kiritilgan, obnovleniya bo'lgan versiyasini ko'rib chiqdik. Hozir bizlar siz bilan ikkinchi variantning 22 ta savolini ishladik. Birinchi variantni ishlab videosini kanalga yuklaganmiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qolgan 3-chi, 4-chi shu tarzda qolgan variantlarni ham kanalga yuklashda davom etamiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Agarda sizni o'zingiz yoki yaqinlaringiz Rossiyaga borib ishlamoqchi bo'lsa, bu videoni ular bilan ham ulashib qo'ying. Hammaga rahmat.